Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabda taharet münasebetlik tüvenlik babda mundaqdaydı. Başka bir laqıtın mesih qilish haqida. Ondaqda bu 192 numurluq hadis. Bu hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizge Sulayman ibn Harb hadis sözlep bergen idi dep şundaqdaydı. Ondaqda bu kişi İmam Bukhari rahmetullahi aleyhiniki büyük ustazlarından. Bu kişi deydi bizge Vuhayb hadis sözlep bergen idi deydi. Vuhayb deydi bizge Amr ibn Yahya dadısından hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişi deydi ben Amr ibn Abi Hasan'ın huzuriga kelgandim. Bu hadis başta bir ötdi. Bu kişi Abdullah ibn Zeyd'den Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tarixi hakkında sorugan idi deydi. Peygamberimiz bir çeynek yoki bir tekstek su ekilishga buyurdi de ular uchun tarat etmedi. Abdullah ibn Zeyd qipirvatdi ma'volni. Qo'liga suv qo'yib uni 3 qatim yuvdi. Yuvib olganingizda chiniga tekstakka qo'lni tiqib, og'zini chaqab, burnini chaqab, burnini qiqib, buni 3 qatim davom etdi. Üçüm su bilen dedi. Üççengallım. Andan kolunu kaçığı yana ekirip yüzünü 3 qatim yuvdi. Andan kolunu yana kaçığı tıkıp, iki kolunu ceynek bilen 2 qatim yuvdi. Andan kolunu kaçığı tıkıp, beshiga mesih qilib, kolunu oldi keyniga mang'uzdi dedi. Andan koluga yana kolunu tıkıp kaçığa 2 putini yuvdi dedi. Demek bazı a'zolni 2 qatimda yuvgan, bazı a'zolni Peygamberimiz 3 qatimda yuvgan. Bu durust bu avvalda. Lekin bizga bu yerdagi muhim nuqta bab bilan munosabati bor nuqtasi boshiga masih qildi dedi. Ve qatim sonini bildirmadi. Lekin boshqa ko'pincha hadislarda Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki beshiga bir qatimla masih qilganlik haqida mazmunlar bor bu jihatda. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi başka bir qatim masih qilgan tarafni qabul qilgan. Shu tarafni kuchlantirgan. Bu qarashni İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyhi bu qarashni yoqlagan. Ammo Shafiy mazhabda undaq emas. Shafiy mazhabda mesela boshqa masih qilgan vaqtida buni sal boshqa a'zolarni mesela 3 qatim yuvish muhim bo'lganda yoki mustahab bo'lgan o'xshash boshqa qatimlab masih qilish bu afzal deb qaralgan. Çünkü müşahede oldu keyni qilgan ibaretini bunu 2 qatim salgan tarafın bo'lishi mumkin. Ama bunu Hanifi mezhepte bunu qo'lni oldiga keyniga mang'uzish, yani bu istiabdan maqsad, yani boshni umumyuzlik o'zlashtirishdan iborat masala deb qaragan. Çünkü qo'lni oldiga keyniga mang'uzgan taqdirdimi faqat surkigan holatda bir. Yani bu yerdagi masih degan gap qo'lni boshqa surkash degan bo'ladi. Ham yana bir nuqtada elib o'tgan vaqtida buni bir qism ulamolar a'zolarni yuvishga o'xshatgan. A'zolarni 3 qatim yuvish sunnat bo'lgan o'xshash 3 qatim takror masih qilish sunnat deb qaragan. Lekin bir qism ulamolar yo'q, unda emas. Masihning maqsadi buni qulaylashtirish, osonlashtirish. Bu a'zolarga o'xshash buni 3 qatim masih qil desak, bu qulaylikdan iborat, bu shart, sharoit, bu illat, bu sabab bu yerda yo'qolib ketadi. Demek başka mesih qilish faqat bir qatim qilish bu haqiqiy sunnat deb qaragan. Mush qarash bu jihatdan ayet kuchlik. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.